Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar. Bizaga ko'p savol kelib tushdi. Kollektorlarni yig'ishi bo'yicha e-komplektda nimalar bor? O'shani hozir men sizlarga to'liq tushuntirib berishga harakat qilaman. Tak, bizada Nolf brendidan mana ko'rishingiz mumkin 5 talik kollektor. Tak, ochib ko'rsataman. Bundan tashqari, bu bilan birga doim ishlash uchun topli pol va atapina tizimlari uchun Nolf brendidan Smesительный uzel. Tak, buni ham hozir ochib ko'rsataman. Komplektda nimalar bor? To'liq raspakowkasini ko'rsataylik. Yashatmiz. Bunda Coir brendidan anaqa bypass liniya bor. Buni ham sistemaga ulaymiz. Deyarli yig'ib bo'ldik. Hozir endi bu sistemaga Coir brendidan 25 ga 130 sirkulyatsiya nasosini ulaymiz. Так, yaxshi ketyapti. Kollektorimiz to'liq yig'ilgan holatda. Tak, buni tushuntirishga harakat qilaman. Ko'pchilik kirish bilan chiqish yo'q-ku deb savol berishdi. Mana bu qismidan suv podacha bu yoqdan bo'ladi. Sistemaga kirib suv aylanadi. Apparatgacha chiqishi mana bu yoqda bo'ladi. Mana bu yoqdan suv chiqib ketadi. Bu yoqda termoregulyator. Temperaturani o'ziga kerak bo'lgan holatda sozlashingiz mumkin. Mana bu yoqda graduslar ko'rib turiladi. Keyin biz